Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Tomarisning qonli qasosi haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Miloddan avvalgi 530-yil dunyoning eng qudratli podshohlaridan biri Kir II o'ziga bo'ysunmagan yagona xalq tomon ular massagetlar va ularning malikasi Tomaris. Hiyla bilan boshlangan urush. Kir II avval urush bilan emas, hiyla bilan boshlaydi. Bu Tomarisga sovchi qo'yadi. Taklif oddiy emas, nikoh orqali butun massagetlarni. Ammo Tomaris bu rejaning asl maqsadini tushunadi va rad javobini beradi. Shundan so'ng eng makkora tuzog'ini qo'yadi. Tomarisning o'g'li Sparangiz jangchilarga boshchilik qiladi. Kir esa ochiq jangda yenga olmasligini bilib makkora reja tuzadi. U katta bir lager qoldiradi. Ichida sharob, mazali ovqatlar, boyliklar. Massaketlar sharob ichishga odatlanmagan edi. Sparangiz va uning qo'shni lagerga bostirib kiradi. G'alaba deb o'ylab ziyofat qiladi. Ular mast bo'lib qoladi. Hushyorlik yo'q. Shu payt Kir II qo'shini qaytib keladi va ularni osonlik bilan tor-mor qiladi. Sparangiz tirik qo'lga olinadi. Sparangiz hushiga kelgach asirlab olinganini tushunadi. Bunga chiday olmay, tarixchi Gerodot yozishicha, o'z joniga qasd qiladi. Qasos qasamyodi. Bu xabar Tomarisga yetadi. U Kir IIga xabar yuboradi. Sen qonxo'rsan. O'g'limni hiyla bilan olding. Men seni qon bilan to'ydiraman. Hal qiluvchi jang Amudaryo, Yaksart yoki Araq atrofida bo'lib o'tadi. Bu safar Tomaris ochiq jangga chiqadi va bu jang nihoyatda qonli kechadi. Massagetlar g'alaba qozonadi. Kir II esa jangda halok bo'ladi. Tarixdagi eng mashhur qasos. Afsonaga ko'ra, Tomaris Kir IIning jasadini topadi va uning boshini qon to'ldirilgan meshga solib shunday deydi: "Sen qon ichishni xohlading. Endi to'yguningcha ich." Tomaris tarixda nafaqat ayol hukmdor, balki dunyoning eng kuchli imperatorlaridan birini yenggan sarkarda sifatida qoladi. Uning hikoyasi nafaqat urush, balki aql, sabr va qasos haqida. Agar Tomaris o'sha hiylani oldindan bilganida, tarix boshqacha bo'larmidi? Yana shunaqa qiziqarli ma'lumot va faktlarni bilish uchun Tarixchi kanaliga obuna bo'lib, layk bosishni unutmang.